Assalomu alaykum. Azimjon, sonlaringiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Oila tinchmi? Uydagilar hamma yaxshimi? Ana ekib ketgan deydimi, qurib ketgan nihollaringiz ichiga yuribman. Ana ishxonamni oldi. Ana ekilgan daraxtlaringiz gullagan. Ana bunga 5 talik bitta murja bo'lgan. Mana 3 tadan keyin 4-siga mana bunga qarang, ana 5 ta solgan. Bitta daraxt 2 joyga 5 tadan 10 dona o'zi gullab turibdi. Malades, yaxshi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Yomon emas. Ana 3 tadan keyin bu yoqqa mana yana ish qilib bor. 20% demasam ham 10% mi 20% mi mana gullagan. Har 4 ta 5 ta daraxtga endi polni aynalib chiqqanim yo'q. Bir joyga kelib aynalyapman. Yomon emas, katta rahmat. Ana shunday. Dimog'im choq bo'ldi. Shu yil qirdizlab bir oyga o'zi gullabdi. 3-4 yilga hosilga mevaga kiradi deganingizga men ham 2-3 yil kutamanmi dedim. Buni ko'rib dimog'im choq bo'ldi mana. Bizda uyga kelganlar ham xuddi shunaymi? Nasib bo'lsa, qayin shu yilgi gullamas, kech qurdim. Bu yilga gullar.